Akalar, assalomu alaykum. Xo'sh, biz hozir ba'zi joylarda klientlarimizdan savollar bo'lyapti. Mana shu miya holatini o'zlari ustunovka qila olmay qolyapti ba'zi paytlarda. Endi kunda isishi, keyin sovishiga qarab buni ozgina nima desam bo'ladi, balansini ushlab turish kerak. Men hozir shuni usta akamizdan o'zi chiroyli qilib lifehack bitta ko'rsatib beramiz. Aka, mana shu birinchi gradusdan boshlayveramiz. Birinchisi termofaramiz gradusga qo'yadi. Hozir 65 ga qo'yilgan, 58 gradusga chiqdi. U 10 xonali qo'shadi o'rtadagi, boshidagi teginingizlar. O't kuchayib ketdi, katovda eritib olishni. Doim nol tursin. O'zida 55 ga qo'yib qo'yishgan ekan, o'chirib turaveraylik. Ikkinchisi timer deyiladi. Bitta yozuvi bor. 0.2 minut birinchisi. Ko'mirab kiradi. 10 daqiqa, 10 minut. Shu agar ko'mir mabodo kamlik qilsa, o'rtacha holat 2 minutga 8 minut qishti kuniga normalni. Ko'mirda chala yog'i borsa yoki ko'p yog'i borsa, uzoq yog'i borsa, uni 10 daqiqaga moslab turamiz. Bunda ham chala yog'i borsa 12, 13, 14 qilib o'zlaringga moslab olasizlar xullas. Shu hozirgi qishti holatiga kechasiga 08 ga 02 normal. Demak shunda mana 02 minut shinegida ishlashi, ko'mirda kirishi, to'g'rimi? 08 minut bu dam olishi, ya'ni ko'mirda yonishi. 08 da ko'mir yonib bo'lishi kerak to'liq. Agar ko'mir yonib bo'lmasa, ozgina o'zgartirib qo'yamiz. O'sha 10 yoki 12 qilib qo'shib qo'ying. Endi mana bitta datchigimiz bor hozir. Mana yaqinlashtiraman. Mana hozir gruppa bezopasni qo'yilgan общий shitga bosim уже 1 ga yetib bormayapti. Mana shunda savol tug'iladi. Bosim o'zi necha turish kerak? Rabochiy bosim, ishchi bosim. Umuman liniyada. Biz rabochiy bosim o'zi 1.5, lekin biz 1 beramiz sovuq holatiga. Isiganda 1.5 ga chiqadi o'z indanasidan. 1.5 ga chiqadi. Suv ishadi isiganda. Endi hozir shuncha pastlab qolibdi, uni ziyon yo'q. 0 sovuq holatida 0 ga tushib qolmasa bo'ldi. Shu. O'zi nima hisobidan tushib ketib qoladi davleniya? Davleniya utichga o'zi tushadi. Silifdan oqsa suvda bug'lanishi, suv zakritniy sistemada uncha patologiya bo'lmaydi, zakritniy qilingan bu yer. Ochiq sistema bo'lsa, tez-tez havolab turish kerak. Bakni qarab, dababga suv quyib turish kerak yoki antifriz. Yaxshi. Bular bularni ham tushuntirib. Bular yonganda ishlaydi. Yondi. Havoni ko'tarib tashlashadigan dimmer. O'chiryapti chunki knopka. Mabodo tiqilib qolsa, orqaga urishni ketadi. Bu qachonki rabochiy holatga kelganda motor keyin ishlaydi bu knopka. Umuman tegmasalar ham mayli unga. O'zimiz telefonga yo shunday qo'yganlarga o'zimiz tushuntiramiz uni. Bitta nastroyga qilingandan keyin tegilmaydi. Bu o'chiryapti shuni. Xullas bunga tegandan keyin hozir esdan chiqib qoldi. Timerga tegandan keyin bir marta o'chirib yuborish kerak shu. Keyin o'zini o'zi saqlanib turadi, perezagruzka bo'ladi. Demak, gradusga voltmetrga teganda shart emas. Bu ikkalasiga shart emas, lekin mana uni o'zgartirilganda bitta o'chirib yoqish kerak, ustunovka qilib olgani. O'zini o'zi saqlanib oladi. Bo'ldi, tushunarli. Mana bu narsamiz buni hamma biladi, stabilizator, bu tok to'shini normallashtirib beradi. Endi juda uni qo'shib yormaydi-yu, lekin ozgina imkon qadar pasaytiradi, yo bo'lmasa 1-2 qo'shib berishi mumkin. Shunday bo'lgan joylarga aloqaga chiqishadi. Imkon qadar tushuntiramiz. Qo'ldan kelgancha like, podpiska, kommentariy emislar.